Pam param pam pam maza qilib ketaveribman. Barchaga salom. Men ismim Kompot va video roligimga xush kelibsizlar bolalar. Men hozir qishloqlar shahriga ketmoqdaman. Shaharga nimaga ketyapsan Kompot deydiganlar bo'lsa, albatta bo'lar. Shunaqa deydiganlar ham bor. Shunday deb so'rayotganlar bo'lsa, bolalar, men o'zimni ishlarim bor edi. Shuni qilishim kerak edi. Mer meni shu uchun jo'natgan demoqchi edim. G'alati bu nima bo'ldi ekan? G'alati bola bu. Uy ekan, tezroq to'xta. Tormoz. U yaxshi vaqtida to'xtatib qoldim. Borib bo'lmasa mana bu uyni uraydim, o'zim ham urilib ketaydim. G'alati, nima yo'lda ustiga bunday uy qo'yib qurilgan? G'alati, bu yerga kirish taqiqlanadi deb yozilgan X'lar, qanaqadir qizil yozuvlar. Juda ham g'alati. Qanday qilib qaysi odam, qaysi sog' odam bu yerga uyini qurishi mumkin? Hozir agarda men vaqtida tormoz bermaganimda bu yerga qachonlar urilib ketgan bo'lardim. Boru, mayli, nima bo'lganda ham hozircha jahl qilmaymiz. Xo'p, men hozir bolalar, qizlar, men hozir bu yerda nima bo'lyapti, nima qo'yapti, men hozir shuni aniqlik kiritib olishim kerak. Juda ham g'alati, mayli. Nima bo'lganda ham xo'p, qayerdan o'tsam ekan? Hozir mana bu yerdan o'tib, mana shu yerdan shunday o'tamanda, yo'lning narki tarafini ham ko'rishim kerakmidi? Bola, menimcha mana bu chuqurlik uchun bu yerga qo'yibdimi? G'alati. Yo'q, bola bitta chuqurlik uchun mana bu uyni qo'yib qo'ymas kerak. Mana bu yerda qishloq bor ekan. Qishloq bilan gaplashish kerak. Qishloq bilan 100 talik gaplashmasak bo'lmaydi. Hey, qishloqda kimdir bormi bu yerda? Voy, nima ochmayapti? U hozir men kiraman o'zim, eshikni och. Tushunmadim, nimaga uyini qurgansan? Qishloqqa, Sen kimsan? Sen kimsan o'zi aslini olganda? Nimaga yo'lda o'rtasiga uyini qurib olgansan? Ko'rmayapsanmi? Men ishlar qilishim kerak. Men ishlar qilganimdan keyin qaroch ishni qil deyishgan menga. Ish qil deyishgan bo'lsa, nimaga bu ishlarni qilmayapsan? Senga savolda. Men qilishni bilmayman. Nima? Qilishni qanday bilmasliging mumkin? Bitta savolda, qanday qilishni bilmayman deyapsan menim betimga qarab. Nima uchun senga buyurishgan bo'lmasa, qilishni bilmasang bu ishni? Endi bilmayman. Menga ish buyurishganda, tushunyapsanmi? Mayli, borib boshimni o'rdim. Hop, qanaqa ish? Men bu Yamanni yopish kerakmi? Uyingni nima uchun qurding bo'lmasa baqqa? Uyimni yopdim to'siq uchun, to'siq bo'lishi uchun. Voy, mayli, hozir nimadir qilib berishim kerakmi senga? Men bu Yamanni yopib bersang va uyimni olaman. Qanday? Zo'r fikrmi? G'alati. Qizlar, bolalar bunachilar. Buni qarang nima deyapti menga bu qishloqqa. Mayli. Hozir jahl qilmagan holda mayli. Men hozir seni Yamanni yopib beraman, lekin oldin bu Yamanni ko'rishimiz kerak qanchalik katta. Nimaga sen yopolmaysan shunchalik oson Yamanni? Bilsang agar bokma, anchadan beri yopolmay yuribman. Barbiram juda ham g'alati. Buni qara nimalar qilib tashlagansan. Hozir nima uchun mana bu yo'lni boshidan u belgi qo'ymading savol. Esimdan chiqib ketibdi belgi qo'yish. Menga nima deysan? Sen kimsan o'zi? Meni so'roq qilyapsan. Sen kimsan o'zi? Nimaga yo'l o'rtasiga uyingni qo'yib qo'ygansan, qurib qo'ygansan? Bilasanmi bu qanchalik xavfli? Men hozir uyingni urib ketardim, to'g'ri mana shunday mashina bilan. Senga xavfli, seni hayotingga, meni hayotimga xavfli bu narsa. Bilasanmi shuni? Mayli, sen bilan aytib o'tirmagan holda bu bilan aytib o'tirib yoki tushuntirish vobshe xato ekan. Mayli, bo'ldi. Nimaga bunday jahl qilyapsan? Bo'ldi, hal qilamiz. Nimani hal qilasan? Bitta mana bu Yamanni hal qilolmay o'tiribsan, hal qilamiz deysan, men betimga qarab. Mayli. Nima qilishimni xohlaysan hozir? Isming kim edi o'zi? Ismim Kompot. Sen isming kim? Meni ismim Qishloqi. Mayli, nima bo'lganda ham, xo'p, nimadir qilamizmi? Men bu uyda sandiqda qarosh narsalarim bor. O'shalarni olasanda Yamanni yopibsan. Keyin men seni muammoyini, ya'ni men uyimni yo'qotaman. Bo'ladimi? Xo'p, mayli. Bolalar, qizlar vobshe bor. Mayli, obunachilar desam ham mayli. Juda ham jonim yetib ketdi. Sababi nima uchun deydiganlar bo'lsa, nima uchun deb savol berayotganlar bo'lsa, vobsheda. Seni nima uchun asabiga tegdim, Kompot? Mayli, xo'p, bo'ldi, jahl qilma, bo'ldi. Sen o'zing qilayotgan ishingni qil, men hozir to'xtab tur. Men yo'lga ishlaydigan bitta kiyimim bor. Xo'p, to'xtaylik. Mana bagajga kiramiz. Kiyimlar. Mana bu yerda kiyim bor ekan. Mana shu sariq kiyimni kiyib olamiz. Mana yo'lga kakras yo'l ishchisi bo'ldim, qoldim. Xo'p, mayli. Nima bo'lganda ham, xo'p, endi mana sandiqdan narsalarni olamiz. Mana narsalar barchasini olamiz deb, kerakli narsalarni. Mayli, Kompot, tezroq olib ishlaringni qil. Men o'zim muammoyini hal qilaman, tushundingmi?
Xo'p, o'zi aslida mani muammoyim emas bu narsa. Mayli nima bo'lsa ham. Sani muammoying bu. Вообще muammo tug'diryapti o'zi aslida mani oldimga kelib. Mayli, bola bilmadim nima deyishdi hozir men. Вообще til ojiz bu bolaga nimadir deyishga til ojiz. Mayli, xo'p, bo'lmasa hozir men o'zimni mana bu belgilarni qo'yishim kerak mana bu yerdan, chunki odam kelib boyagina men ustimdan haydab ketmasa, men yana yamayotgan bo'lyapman bolalar. Ustimdan shunday haydab ketsa, ya bolalar, tasavvur qilinglar, вообще boru. Mayli. Endi mana bu yerni ham sal yaqinga borib, qurib yopib qo'yamiz bolalar. Mayli, nima ham derdim, faqat bola deyverib, boshqa olmay bola deb o'zimni o'zim kulayotgan o'tkazar bor. Mayli. Xo'p, mana bu yerdan yopamiz, buni yopamiz. Hazil deganlaridek bu ishni qilishimiz kerak. Men uyini, qaysi sog' odam to'g'risi ham, asamim chiqyapti. Nima qilay ha? Nima qilishim xohlaysizlar? Bu qishloqda uyi bilan o'zini ham ko'tarib o'tirish kerak bor-ku. Mayli. Bunchalik jahl qilganimni ko'rmaganmisizlar? Mayli. Endi sizlar ham jahl qilayotgan bo'lishinglar mumkin, sababi men bu qishloqni qara deb endi to'g'ri desam-da. Mayli, xo'p, buni shunchaki qurib tashlamaymiz, buni mustahkam qurishimiz kerak, chunki yana kelasi safar yana uyini qurib olmasligi uchun bunga qaytib ish buyurmasligi kerak ekan. Men shuni tushunib yetdim. Men juda ham tushunib yetishga juda ham IQsi baland kompot desanglar, mana shu to'g'ri, men xato bo'lmaysizlar, adashgan bo'lmaysizlar. Mayli, men bloklarni quramiz, men bloklarni yaxshilab qo'yamiz. Mayli, bu qishloq ham вообще toza asab buzar qishloq ekan. Uyini nima uchun qo'yadi? Meni yana savol sizlarga. Sizlar misol uchun, sizlar meni o'rnimda bo'lganinglarda bu qishloqni nima qilgan bo'lardinglar? Men hozir yomon gapirish, yaxshi gapirish niyatlarim yo'q. Bu qishloqqa mayli, men hozir merda ish buyurganligi sabab qishloqqa boryapman. Ya'ni shaharga boryapman. Shaharga shu yo'ldan o'tiladi. Asosiy yo'l shu bo'lsa, aytdim nimaga mashinalar kam yo'lda desam, men blokman. Yaxshi. Aytdim nimaga mashinalar kam bu yo'lda desam, mana bu bratishga yopib bor yo'lni. San bilan bor. Mayli, xo'p, mayli, hozircha mayli. Yomon gap gapirmaslik kerak bolalar. Yomon gap birovni dilini og'ritadi, dilini og'ritgan gap esa yaxshi emas bolalar. Mayli, hop, mana nihoyat. Sen kapot, mashinani olib turasanmi? Kranchi keluvdi, kranchi. Kranchi chaqirdingmi? Nima uchun? Nima uchun bularni? Uyimni ko'taraman, sen o'tib ketasan, tushundingmi? Xo'p, mayli, hozir to'xtab tur. Kranchi kutib tursa, hech nima qilmaydi adashmasam. Yo'q, to'xtanglar, kranchi kutib turmasin-da. Jigarim yana jahl qilmasin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kelganingiz uchun katta rahmat. Xo'p, zavod qilib olamiz. Mashinani zum bum qiladimi? Xo'p, yaxshi. Ehtiyot bo'laman hozir. Xo'p, yaxshi. Xo'p, mashina yopib o'tqarib oldim, bola bir nima qilib. Davay tegmasin. Tegdirmasdan o'tqarib oldim. Menimcha qirilmadi hech nima esa. Meni mashinam qiriladi, qirilsa ham uni mashinasi juda ham mustahkam-ku. Mayli, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mayli. Salom berib qo'yamiz bolalar. Salom alaykum, qarochi shunaqa gaplar. Xo'p, endi mana bu yerdagi narsalarni barchasini olib tashlashimiz kerak, tozalab tashlashimiz kerak, chunki bu yerda mashinalar yana o'tadi. Mayli, hop va oxirgisi yaxshi. Qishloqqa o'tdi. Buni qaranglar, qishloqni nima qilib tashagan? Qishloqni uyni ko'tarib, qarochi, вообще men til ojizman. Qishloqqa uyingni chetga qo'y. Tezroq o't, uyni qo'yaman hozir yo'l ustiga. Mayli, narsalarimni mana shunday qo'yadi. Kelmasang bitta gapim, ikkinchi uyini baqib qurma, tushundingmi? Mana bu uyini mana bu yerda chekkalarga qur, tushundingmi? Ham chekka joylab bor, mana shu tomonlarga qur. Jomonlarga deyapman. Voy, borini nima deyapman. Okey, xo'p, men kimlar yechib tashlaymiz. Chik baba qilamiz, hop, normal. Hop, yaxshi. Hop, endi mana shunday qilamiz. Hop, normal. Hop, yaxshi. Mana shunday qurib olamiz. Mana shunday qurib olamiz. Qurib olamiz deyapman. Yana nima bo'lyapti menga? Mayli, nima ham derdim. Qishloqqa qaytib uyingni buni qurma, tushuningmi? Ket. Mayli. Mana bola obunachilar ko'rishinglar mumkin. Men hozir bundan вообще bu qishloqqa hayronman. To'g'risam, nima uchun bu uyni yo'l o'rtasiga quradi? Savol. Mayli, nima bo'lganda ham, xo'p, nima ham derdim, hozir men shaharga tezroq borishim kerak. Shaharga borib merda ishlarini qilishim kerak, o'zimni ishlarim ham bor birikda. Mayli, xo'p, oho, tunnellarni qaranglar, tunnellar juda ham ko'p, tunnellar juda ham katta. Bu nima, bu zapravkami bu? G'alati, zapravkami ekan, hozir to'xtab turinglar-da. Bu tushundim bolalar, bu supermarket bu. Voy, yaxshi.
supermarket, assalom supermarket короче. Mayli, hoppa hop yaxshi qurilib buzib olamiz deb nima deyapman. Hop, shokolad olaman. Mayli bola, bunga sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr.